To'g'ri. 17 bob. 6 yoshga kirib qolgan Rustam eshik oldida non yeb o'tirardi. Yo'g'on bir qora it etilib kelibla uning qo'lidagi nonni elib qochdi. U podichi Hodi Oxunning iti edi. Egisi o'lib ketgandan keyin bog'liqqa ko'nmay, zaratliq bilan mahalla o'tirsida cho'rgilab yuradigan bo'lib qolgan edi. Rustam "Nenimni it elib qochdi" deb vaqirib yig'lashga boshladi. Sal nerida turgan 17-18 yoshlardagi 5-6 bola itni qo'g'lab ketdi. Ular itni bir ho'yliga qapsab turib olganda u hech nimaga qaramay nonni yutib bo'lgan edi. Bolalar uni rosa savitib, toki u ichinishli qingshib qonlarni eqitib, zaratliq tarafga qechib ketgicha chalma kesak qildi. Yana dardi chiqmay, kelar navbat ashu itning jajisini qandoq berishning maslahatini qilishib o'tirishatdi. Shu kunlarda to'g'raqliqda non jonga barobar bo'lib qolgan edi. Kishilar bir burdan non uchun hammani qilishga rozi edi. Kommunaning madak uni aralashtirib yiqildiganini borgan siri qis bo'lib ketdi. Ilgari kuniga 2 dan berildigan non birdan, oxiri yerimdan berildigan bo'ldi. Atdiganda ishkan suyuq olmash qo'saqqa dal bo'lmaydi. 3 zag'ra bir uylik 8 jon odamning bir kunlik oziq edi. Zeynep nonlarni tangliga silib, egiz ilib qo'yib, kim qursqim ochdi desa, bir burda ushtib beradi. To'yib g'izo yeb baxmag'iniga uzoq bo'lib ketgan bolalar atidin kechgacha nonning g'alvasini qiladi. Mundaq chaqlarda Helim Oxun qo'lidagi nonni qo'yib, gap qilmay chiqib ketadi. Uning nima yeb hayot yurganini hech kim bilmaydi. Kishilar uning eski tamliqda atidin kechgacha o'zi bilan o'zi gaplashib o'tirganini ko'radi. Ba'zida nevrisi Ro'zaxun uning yonida o'ynaydi. U cho'ng dadasining koni tamning saman aralash chalmasini puvlab, yanglari bilan pokiz ertib, tosh bilan gulidek parchalab og'ziga silib navat shumagandek shumaydiganligini biladi. Cho'ng dadasi chalma yotganda u ko'zlarini yo'g'on ichib, ajablanib qarab ketadi. O'zining qo'rsig'i ichib, ko'zlari qorong'ilashib ketsa-mu, cho'ng dadasidek chalma yeyishni xohlamaydi. U cho'ng dadasidan "Cho'ng dada, sen nemishqa chalma yeysan?" deb so'raydi. "Yegim kelgash yeyman bolam, sening qaring bo'lmasin." Helim Oxun mushu navrisi bilalla saq odamdek paranglashadi. Chalma degan mehnat. Aptapda turgan tamning chalmasi mehnat bo'lmaydi bolam. Amsa menmi yeyman? Yo'q, sen yemagin, uyga kirib non ye. Nonni onam qo'lim yetmaydigan yerga ilib qo'ydi, ilib yey desam ololmayman. Ro'zaxun cho'ng dadasining oldidan qo'noqchilik bir chalmani ilib, qo'rqib turib og'ziga soldi. Chalma uning og'ziga kiribla erib ketdi. Saman aralash to'pining ho'l bo'lgan chaqdagi o'zgacha hidi uni huzurlantirdi. Xuddi ota-onasi cheklagan ishni o'g'irlikchi qilayotgandek yuragi dupildab tez-tez so'qib ketdi. U ixtiyorsiz ko'zlarini yumdi. Uningga sapsilib qarab o'tirgan Helim Oxun tuk bosgan eg'zini midirlatib, hayyorlik bilan kuldi. "Qandaq rakkan?" dedimi? Ro'zaxun javob bera olmay, cho'ng dadasi bilan birga kuldi. U dadasi loy etganda yonida o'tirib, nam to'pining hidini puraydi. Uningcha bu puroq dunyodagi eng mazali puroq edi. U ko'nglida shularni o'yladi, ammo eg'izidan chiqamadi. Xudo bizni to'pidan yaratgan, jonda to'pining hididan mezlik narsa yo'q, o'g'lim, dedi Helim Oxun uning ko'nglidagini bilib olgandek. Ba'zida Rustamni ularning yonida paydo bo'lib qoladi. Uning ragatkisi bor edi. U etib olgan qushqashlarni putidan bog'lab, uzun chiviqqa o'tkazib ko'tirib yuradi. 10 yoki 15 bo'lganda oksi bilan birga tuklarini yongdab, ish bag'rini odalaydi. Odam yo'q birer joyni tepib, chalma bilan o'choq yasab, qushqashlarni kavub qilib toza maz qiladi. Mazli qushqash kavubidan uydagilarni bahramand qilishni unutib qolmaydi. Qushqash go'shti qo'rsoq to'ydira olmasa-mu, ochliqni bosadi. To'xti qori qushqash so'ngikini shumab o'ltirib, Rustamlar bo'lsa, biz o'lib qolmaymiz deydi. Cho'ng bo'layotgan navrlarning ochliqdan, amalsizlikdan shunday qilishga majbur bo'layotganligini Helim Oxunmi ayon edi. Ichida o'zining amalsizligidan, qo'ldan ish kelmaydiganligidan og'rinadi.
Canning ishlarini o'yla yana o'zi bilan o'zi allaqanday tushuniksiz gaplarni qilishga boshlaydi. U qish yoz shundoq o'ltiradi. Qish kunlari sovuq shamolda ko'zlaridan oqqan yosh javg'ida muzlab qoladi. Burnidan oqqan potlar uzun yipdak so'zilib soqollarining ichiga kirib ketib qoladi. U 50 yil birga yashagan Qadinas xotini jon uzgandimi, namozi tushirilib yerlikka qo'yilgandimi, o'rnini midirlamay o'ltirdi. Beliga oq bog'lab olgan Ro'zaxon uning yeniga kelib, "Cho'ng dada, cho'ng onam o'lib qoldi. Sen nemishqa tuproq beshiga bormaysan?" deb so'radi. "Cho'ng onang o'lmadi. U mushu yerda. Ilgari yolg'iz o'ltiratdim. Hozir ikkimiz birga o'ltiradigan bo'ldik." "Yo'q, cho'ng onam bu yerda emas. Uni ko'mib qo'ydi. Menmi cho'ng onamning qabrisiga qo'limda to'p tashladim." "Sen bilmaysan, sizlar uning tenini ko'mib qo'ydinglar, lekin ruhini ko'malmaysizlar. U mening yenimda, ishonmasan qarab baqa." Bo'g'ay agmash barmoqlari bilan yenini ko'rsatdi. U yerda hech kim yo'q edi. Ro'zaxon qo'rqib kayniga dajidi. "Cho'ng dada, xalqlar seni sarang bo'lib qoldi deydi ekan. Men seni sarang emas desam, hech kim ishonmaydi ekan. Sen rost sarang bo'lib qoldingmi?" "Sarang bo'lib qolsammi qolgandiman balam. Kim biladi, shundoq deganlar sarang, men o'ngmi texi." Ro'zaxon xotirjam bo'lib, cho'ng dadasining quchoqiga chiqib o'ltirdi. Nevrisining kichkina yumron tenini, bovayning qaqshal bo'lib ketgan badani ilitgandek bo'ldi. U ko'zlaridan iqiyotgan yoshlarini ko'rsatmaslik uchun quchoqida tipirlab turgan nevrisini bag'riga mahkam bosdi. Yazlıq yığından keyin muavin Duyjang Abdug'ani Axun bir qism emgak kuchini boshlab, Uchki buloq tarafdagi yulg'unlikdan bo'z yer echishga chiqdi. Uchki buloq allaqachon qurib ketgan bo'lsa-mu, uning atrofidagi yerlar doim ko'kirib turadi. Top-top yulg'unlar bilan yantoq adrasman chaqqandilar yozicha tuvilab o'yinib, qizil, hol, seriq bo'lib ichilib, shirna, urug'larni yerga to'kib, turli jon-jonivorlarni jalb qiladi. Yer yumshoq mumbat edi. Yulg'un tikanlarni chanab, o's qilib og'dirib, urug' solsa, ko'ngildagidek hosil berishida gap yo'q edi. Dehqonlar tunji kunilar xeyli yerni tuzlab bo'ldi. To'xti qari bilan billa 3-atrofdan kelgan Hasan Axun degan yigit bir tüp yo'g'on yulg'unni palti bilan chep o'tadi. G'uchida chechaklab ketgan yulg'un shoxlari yildiziga o'rilgan palti zarbisidan qing'ishga boshladi. Gul urug'lari yerni bir olgan edi. To'xti qari paltini egasi ko'tarib, sal ishkirlab chopqinida paltining bisi qattiq bir nimaga tegib, qanqib ketdi. Qaraganda yo'g'ariq tosh taqiladi. U zo'ngsib o'ltirib, qo'li bilan yildizni silashtirib, datlashib ketgan bir to'mir sandiqni tortib chiqadi. Sandiqning loy to'plarini qirib, yengi bilan surtib tozaladi. U parangcha xatti o'yilgan, tutqushliq, nefis 4 jassa sandiq edi. Sandiqni ko'rib atrofdagilar go'rida olishib keldi. Hasan Axun bilan to'mirchi Emin Axun xeyli uzoq habarlashib, uning og'zini ochdi. Sandiqda xotira daftar, xarita, yo'g'on ham ig'ir to'mir qalam, ko'zoynak, g'alati ham murakkab siziqlar, ko'rsatkichlar bilan to'lgan qog'ozlar bor edi. Qog'ozlarning ostida valladab turadigan noyida nafis, xatga o'xshaydigan g'alati shakllar tushirilgan 20-30 cha oltin tanga chechilib turadi. Abdug'ani Axun kelib tangalarni qo'liga ilib, uyan-buyan o'rib-cho'rib dangsab yiqib, "Xeyli ig'ir turdi, jim o'xshamamdi" dedi. Hammaylar qo'llari titragan holda birdan ilib ko'rishdi. To'xti qari qo'liga ilib sinchilab qarab, "Nimaning surtidi bu? Paranglarning hidigimi yo suratga o'xshamaydi" dedi. "Mayli nima bo'lsa bo'lsin, buni mushu piti hukumatga topshirib berayli. Oltin, mol dunyo degan odamning niyatini buzdigan narsa. Biz kambag'al, tuvan o'tira dehqonlar oltin kumushni emas, inqilobiy g'oyani, sinifiy mehri muhabbatni e'tibor bilishimiz kerak." To'xti qari tillarni sanab yiqinglar, qancha ekan dedi Abdug'ani Axun Duyjang. To'xti qari tillarni ko'pchilikning ko'zicha sanab ko'rib, 28 dona ekan dedi. "Mana hammanglar angladinglar, guvoh bo'linglar. Buni To'xti qari Hasan Axun uchimiz berib, kommunaga topshirib beramiz. Mening farzimcha bu sandiq jangirlar ayni chaqda g'oyib shahardagi mol dunyoni bulab mangan chaqda birarining to'gisidan tushib qolgan bo'lishi mumkin.
Mal egisiga qaytdi degan mushu, dedi Abdug'ani axun. Bu ish shuning bilan besiqqan bo'ldi. Ammo To'xti qarining ko'ngliga bir xiyol kirib oldi. Bulung-bulungda namratliq purab turadigan, chashqan kirsimi yomonlab ketgudek holga tushib qolgan uyda bolalarning ona, non yeyman, dada qo'rqim ichib ketdi deb zorlashlarini anglagan chig'ida uning bu xiyoli haslab kuchayatdi. Qumliqda bo'ron chiqqan kunlarda goh ichilib, goh ko'milib qoldigan g'oyib g'aznalar to'g'risidagi hikoyalar quloq tubida yangrab, men nemishqa biror qitim ta'limni sinab ko'rmayman. İşim ondan kelsa g'oyibdan mol dunyoga erishib, bolalarimni rohat turmushga erishtirmamdiman. Vilahun boylarnimi o'z vaqtida qumliqdan go'har tepibdi degan gaplar chiqqan-ku deb o'ylab, peshonasini yo'lab o'tirib ketadi. Biroq qumliqqa qaramliq bilan kirgil bo'lmaydi. Yo'l bildigan biror hamra, ot uloq, yetgudak ozuq tulik suv bo'lmasa bo'lmaydi. Mal dunyoni deb tavakkul qilib biror narsa topolsugu Xudoning bergini. Agar undoq bo'lmay, biror bola qazoga uchrab qolsa, Zeynab ushshaq bolalar bilan qanday qiladi? Bir kuni oqshimi uni Hasan axun izlab keldi. Ikkisi uydan chiqib, og'ijida o'tirib paranglashdi. Hasan axun uningga ayni yillari dadasidan anglagan bir ishni. Eshak bilan kun chiqish tarafga qarab 2 kun manganda kang ketgan yoylaqqa barg'ili bo'ldiganligi. Dadasi ayni yillari ashu yerda o'lgan itini ko'mib qo'yish uchun bir to'p qiyri yong'oqning tuvini ko'lab etib, bir o'rg'i tushib ketganligi. Ketman bilan atrofdagi to'pini tortib baqsa, katta bir imoratning temi ko'ringanligi, yolg'iz bir ish qilishdan qo'rqib, o'rni to'pi bilan to'ldirib qo'yib, qaytib kelganligi. Keyin u yerga qayta bora olmay o'lib ketganligini aytib berdi. Ikkisi yerga qarab jim o'tirdi. Lekin ko'ngli davulg'ib turganlikdan chiroyidan bilinib turadi. Oxir To'xti qari tükürgini yutib etib, duduqlab turib, bir berib baqqan bo'lsa qandoq bo'lardikin dedi. Mendimi shundoq bir o'y bor. Bo'libmi budoqi ishdan keyin qulog'imga hech qanday gap yoqmas bo'lib qoldi. Degan bilan biz u yerga bora olamdik. Borgan taqdirdami hiyliqi yangoqni topa olamdik. Dadam o'lib ketgilimi 5-6 yil bo'lib qoldi. Uni 10 yil burun ish desakmi, 10 yilda nima ishlar bo'lmaydi, dedi To'xti qari. Dadam shu yerga bir belgi selib qo'yibdi ekan. Shuningdan keyin ular o'zini boshqalardan chetga tortib, davomliq billa yuradigan, billa kusurlashib o'tiradigan bo'lib qoldi. O'g'irliqcha qandoqdir tayyorliqlarni qildi. Zeynab bu ishlardan tamoman bexabar edi. Kuzgi bug'doyni terib bo'lib, etis eriq ishlari selikkan kunlarda ular shaharga boramiz deb atrof boshlig'idan 5 kunlik ruxsat olib, eshak bilan bozorga qarab yo'lga chiqdi. Birer soatdan keyin nishonni o'zgartib, kun chiqishga qarab yurib ketdi. Ular yo'lga chiqib ketib 3 kun bo'lganda qumliq tarafdan qattiq bo'ron ko'tarilib, turim-turim qumlar osmonni to'sib oldi. Bir kecha chiqqan bo'ron etis eriq yo'llarni ko'mib o'tgandan boshqa cho'ng ziyon keltirolmadi. Faqatla Qashqarga ketgan To'xti qari bilan Hasan axun bir ketgancha qaytib kelmadi. Zeynab bilan bolalari qishni To'xti qarining yo'liga qarab o'tkazdi. Dadi Go'ngshidan Qashqarga odam avatib, ularning izlarini qilgan bo'lsa-mu, hech qanday xabari bo'lmadi. Shibirg'anliq bir kechada Hasan axunning xotini Zeynabni izlab kelib, ularning sirni Qashqarga emas, qumliqqa mol dunyo izlab ketganligini aytib berdi. Ikki ayol bir-biriga eslab ovoz chiqarmay yig'lashdi. Zeynab sirni, dardini yo qiyni otasiga, yo bolalarga ayta olmadi. Erining o'lik turgini bilolmay, yo hozi ichib nazar berolmay hasrat qoldi. Zeynabning bolalari to'xtamay, "Dadam nega ketdi?" deb so'rashardi. Zeynab hech narsa deyolmay yosh to'katdi. Oppoqcha soqollari o'sib ketgan Hilim axun mahalning kun chiqish tarafidagi qum do'nglari orasida yugurib yuradi. Mahalladagi erkaklar uni uyga kelib qo'ysa, shu kunlar yana qochib chiqib oladi. Zeynab qiyni otasining ba'zi qiliqlariga qarab, u To'xti qarining nega ketganini bilsa kerak deb qoladi. Aylarning orqasidan oylar o'tdi, yilmi o'tdi. Zeynab oxir To'xti qaridan ayrilib qolganiga tan berdi. Yosh to'l qolgan ikki ayol yurtga nazar berib Qur'on o'qitdi.
Ballarımı çoğ bolğancha dadısını sormaydigan bo'ldi. Ular əmdi tayanğudek hech kimmi yo'qligini, o'zlariga tayanmay bo'lmaydiganligini bilib yetgan edi. Zeynep o'zini helimi to'xti qarining mehr muhabbati ichida yashayotgandek sezatdi. Uning muloyim, abujan qiyofati, omroqlik bilan qarashlari, yo'g'on qo'llari bilan mahkam quchoqlashlari, azaldan dilni og'ritib boqmaganligi, Qashqarga borganda uydagi hammaylanga sovg'at elib, o'ziga hech narsa olmay kelganligi, Hasan Axun bilan safarga chiqishning oldida shuklab, xiyolchan bo'lib qolganligi, oqshimi bolalarning chiroyiga qarab uzoq o'tirib ketganligi, men kelguncha o'sib ketmasin deb dadisining chechini o'zi ilib qo'yganligi ko'z oldidan ketmaydi. Nega bordiganligini nemishqimi menga demaganda, men bilgan bo'lsam, har nima qilib yo'ldan to'sib olar edim deb ichidan o'rtanatdi. U g'amdan qutulish uchun butun kuchi bilan herib yo'liga chiqib ketkicha ishlaydi. Ashu ig'ir emgak uni ruhiy vayronchilikdan saqlab qolgan edi. 18-bob 1962 yilning yoz oylarida kollektiv oshxonalar taqilib, normallik ta'minlash yo'liga qo'yildi. Cho'ng oshxonalarning o'choqlari cheqilib, yo'g'on dash qozonlar orqaga tashlab etildi. Bir chaqlarda ichi qab ketgan odamlarga rivoyatlarga qayna cho'gunimga o'xshash ko'rinadigan bu qozonlar dodlashib, yomg'ir suvlari, axlatlar bilan to'lib yotadi. Ko'p qism kishilar atrofdan tarqitib bergan ozg'ina qo'noq va arpaga tayinib, aplab-saplab qishni o'tkazib olishdi. Amdiki gap qanday qilib o'miga ulashib olishda qolgan edi. Xaltalar qurib qoldi. Qo'shimcha qilgudek hech narsa yo'q. Tiqib ko'mib saqlab yurgan ochliqlar allburun tugagan. Helim axullarning hovlisida ilgari yo'g'on 3 top oq ujmit bor edi. 5-oyning o'tirlardan tartib pishmay bog'lab, tuviga to'kilib turadi. Ujmiga ulashibla bog'dagi o'riklar pishatdi. Agar kesilib ketmagan bo'lsa, Zeynep og'ziga kelgan seriq suvni g'urtada yutib etib, ko'zni hovlining o'tirsiga tayyoralgan chamg'ur savazlarga tikdi. Amdila bosh ko'targan mayslar uningga yigilib qolgandek ko'rindi. Helimi o'g'illarining xeyli insobi bor. Ko'k chiqqandan beri kunda ko'k targash kelyotdi. Zeynep semiz o't bilan bedini jiq to'g'rab, unni ozroq bo'lsinmi tejab qilyotdi. Turdi bilan Rustam koni sevatda bosmoq qurib, onda-sonda qushqash, yov kaptarlarni tutib akilib berdi. Ilgari qushqash kaptar bo'g'izlaganni ko'zda ko'ngli ilishadi. Hozir bolalarning jiqroq tutib olishini orzu qiladi. Bolalarning kaptar go'shi salgan o'mashni ichib mangzlariga sal-pal qon yugurib qolganini ko'rganda hodiqi chiqqandek bo'lib, teni yayrab ketadi. Shug'unisi hozir to'g'raqliqda daldaraq yo'q. Qushlarning kushandisi ondan to'la. Shunga qushqash yovi kaptarlarmi kamdan kam uchraydi. Ilgari to'xti qari Uchki buloqning oyog'idagi yulg'unlikdan yovi to'shqon tutib keladi. Hozir u yerlar teri yerlarga aylanib ketdi. To'shqanlarmi yo'lmas bo'ldi. Oxirgi bir changal qo'noq unini ishlatib bo'lgan kuni Zeynepning kechida uyqusi kelmadi. Atiganlikka, tushda, kashda u bolalarga nima berdi? Bechoralar helimi bir teri bir so'ngak bo'lib, ochliqdan ko'zlari pildirlab qoldi. Qo'rsqim ochdi, deyishkimi madori qolmagandek. Onasining qo'liga talmirgan. Zeynep birer 2 kunga yetgidek un so'rg'ili birer kimni topolmay ko'p qiynaldi. Urug' tuqqanlarning holi uningga ayon. Bu ay bu kunlarda bir kimga un berib tur deyish jiningni ber deganlik bilan barobar. U bir necha kun ilgari cho'ng akasining uyiga berib, akasining bolalarining supida qator yetib ketganini, qo'rsaqlarning kovidak ishib ketganini ko'rgan. Mahalda qiyirlar bilan ushshaq bolalarning orqa-orqadan o'lib qilayotganligini yenglik emas. Endi uning bolalari shu holga tushib qolarmi? Tirik turib bolalarining qiynalib o'layotganligini ko'rgandan bolalari bilan birga o'lib tugashgan yaxshi emasmi? Zeynepning ochliqdan aylanib ketgan kallasi uni irodasidan va normal fikr qilish iqtidoridan ayirishga boshlagan edi.
u shum xiyollarni o'zidan neri qilishga tirishib o'rnidan qopib o'ltirdi. Uyda qaynatib yeb turg'udek biror narsa chiqib qolarmikin deb qorong'ulikda atrofga sinchilab qaradi. Shu paytda hovlida nimadir g'irislab qoldi. Xuddi biri putining uchida asta minib yurgandek qildi. Zaynabning yuragi birdilla qattiq so'qib ketdi. To'xti qari kepti degan xiyol uning put-qo'lini birdilla mag'dursizlantiribdi. U ko'zlarini yo'g'on ichib eshikka qarab ketib qolgandek o'ltirdi. U eshikdan o'ziga tonish gavdining lippida kirib kelishini, Zaynab "Texchi uxlamadingmi?" deb yeniga kelib, illiq qo'llari bilan yuz ko'zini selishini, "Ballar bilan seni ajab ko'gim keldi" deyishni kutatdi. Ammo tivish qayta takrorlanmadi. U sukut ichiga cho'kib ketayotgandek bo'ldi. Qinidan chiqib ketgudek tipirlab ketgan yuragi asta-asta isiga tushdi. Zaynab hamda ochliqni, o'lim vahimasini hammani unutib, as-hushidan ayrilgandek o'ltirdi. Ko'z yoshining javg'aylarini bo'ylab eqib, ko'rpining burjigini cho'p-cho'p qilayotganini, kechining qandoq o'tib ketganini sezmadi. Tong asta-asta yo'rishga boshladi. Nadadir xo'roz chillagandek qildi. Zaynab dang'ida cho'chib, bu ay bu kunlarda nadin kelgan xo'rozdir deb o'yladi. U tunglikdan tushgan suz yo'riqlikni ko'rib, o'rnidan turib hovliga chiqdi. Chiqibla hovlining o'rtasida turgan kirlishib ketgan bo'z xaltani ko'rdi. Xaltaning og'zi ching chigiklik edi. U xuddi osmondan tushgandek Xizr tashlab qo'ygandek paydo bo'lib qolgan edi. Zaynab ittik berib xaltaning og'zini ochdi. Xaltaning ichidagi sog'ush bug'doy donlari uningga paqirab nur chechib turgandek ko'rinib ketdi. U yukinib o'ltirib, bug'doyni o'chimiga to'ldirib elib, dimig'iga yaqin akilib to'ymay puridi. Xaltaning og'zini chigib qo'yib bo'lib, "Shunmi bu o'ngimmi?" deb ishnalmay yeshib yana bir qaradi. U rostla bug'doy edi. Birer chora keldigandek qiladi. Uni kimdir biri bu yerga tashlab, ularni qutuldirgan edi. U kimdi? Zaynab, "Dada, ko'rdingmi bu bug'doyni?" deb qiyni otasining eshigiga yugurdi. Helim Axun yotadigan uyning eshigi teshidan taqoqliq turganini ko'rib, orqasiga yandi. Xaltani qaznaqa akirib, ustiga ko'ni tag'arni tashlab qo'ydi. Yenib chiqib yo'g'on shox supurga da o'ylani shartiltib supurdi. Qozon boshlarini tozalab, dodlashib ketgan qozonni pokiz yuvib bo'lib, o'g'zidan shox tashlab o'choqqa o't yoqdi. Oltingul Ne'matdin To'xti qarining iziraksiz yo'q bo'lib ketganini anglaganda, cho'chak anglayotgandek hangdan qoldi. Bu xabarga hech qanday qilib ishnalmadi. Ammo buning rost ekanligi, Hasan Axun degan odamning uning bilan birga yo'qolib ketganligini anglaganida darhalla "Xo'p bo'pti. Manga ko'z qirnimni silib qo'ymay, pomishchikning qizining qo'yniga o'zini atgan. Mana endi Zaynab hammo ko'rgiligini ko'rsin" deb o'yladi. Bir kuni u Helim Axunlarning mahallasi tarafdan o'tib ketib, ushaq ballar bilan birga o'ynayotgan Zumratni ko'rib qoldi. Zumrat xeyli bo'y tortib qolgan bo'lsa-mu, bakla o'riq edi. Lekin u cho'ng bo'lgancha dadasiga texim o'xshab qolgan edi. Oltingul Zumratni oldiga chaqirib, uning o'riq tamashdek qo'llaridan tutib, "Zumratgul qizim, meni tondingmi?" deb so'radi. "Tonidim Oltin ona", dedi Zumrat. Uning holsiz mayus turqiga qarab, Oltingulning ichi og'rib ketdi. U Zumratning kichkina qo'shiqdek yuzini olqonlari orasiga elib, birpas turib ketib, "Yura, men sana tatliq bir narsa beraman" dedi. Oltingul uni uyiga boshlab akirib, yonchiqlarini gula va yong'oq bilan to'shqizib. Uni ketgili qo'ymay, kav bilan go'sht to'g'rab etgan suiqashdan yo'g'on bir qocha usib berdi. O'zi Zumratning xuddi bir kim tortib oldigandek oldirab ichishiga qarab turdi. Zumrat oshni ichib bo'lib, qo'lining dumbisi bilan og'zini surtib, "Oltin ona, men ketay, bo'lmasa onam ansirab qoladi" dedi. "Ketsan ket, buningdan keyin qo'rsqing oshqanda kelaver" dedi Oltingul. Zumrat uningga eslib mangziga so'yib qo'yib chiqib ketdi. Zumrat shuningdan keyin pat-pat kelib turadigan bo'ldi. Bir qitim Ne'mat uning uyida osh ichib o'tirganini ko'rib,
Ha, qaysi ochaqning qizi bu? Ajab chiroyliqkina, deb baqa bizga beramdikin. Biz beqib olayli buni dedi. Oltingul bir nima deb bo'g'icha Zumrad darhol eg'iz ichib, "Men To'xti qarining qizi, etim Zumrad, onam meni hech kimga bermay boqudi" dedi. Nemat hayron bo'lib Oltingulga tikilib qaradi. Oltingulning parvo qilmay kulib o'tirganini ko'rib, "Undaq bo'lsa texim obdan bo'pti. To'xti qari bor vaqtida mushu qizim sal cho'ng bo'lganda sana beraman, sen beqib ol degan, bugun o'zim kelib qopti mana" dedi. Zumrad birdilla yig'lamsiradi. "Yo'q, dadam meni silidek odamga bermaydi." "Nima deding? Mening kimligimni bilamsan?" deb baqa qili. "Bilaman, Nemat toz degan silib shu", dedi Zumrad. "Hu, dadasini do'rgan yuzsiz to'qib o'qi, chiqa uydan." Nemat o'rnidan qo'pib bo'lg'icha Zumrad part qilib qochib ketdi. Nemat uning osh yuqi qochisini ko'rib, "Yo'g'an bir tovoq oshni ichib bo'pti. Kasofat" deb qo'ydi orqadan. Xotin nima deb nadiki xalqning bolalarini uyiga boshlab yursilar deb xafa bo'lganda qildi. "Men boshlamadim, o'zi kiribdi. Yaslida men boqqan emasmi u bolani? Qaysi ko'rsa oltin onam deb oldimga yugurib keladi. Attigan Zumrad qo'rsqim ichib ketdi deb kiribdikan, bir qacha osh berdim shu." Nemat ko'nglida har qancha qilsangmi To'xti o'ldi. Amdig'i besqinga tushirsam deb o'ylab ortiq gap qilmadi. Lekin To'xti qarining shundoq chiroyli ham chechan qizi borligini ko'rib, uning ko'nglidagi hasad o'tlari yana ulg'aydi. Qizig'u bir gap, uning yana 3 o'g'li bor. Ati o'gin hammasi bab-barobar cho'ng bo'ladi. Xudoyim nemishqa menga biror bola bermaydigandi? Bu dunyodan mushundoq nom nishonsiz, urug' avlodsiz o'tib ketamanmi? O'z vaqtida menmi o'zimga osh bo'lg'idak biror xotin olmay, nemishqa bu shodi-pocha qichirni olgan bo'lg'iydim deb urdi. Nemat bu dunyoda hamma narsaning cheki borligini, uni qora kunlarning qutuldirib, beshiga toj qo'ndirgan, o'zi oshiq beqaror bo'lgan soyib jamoning vasliga yetkazgan taqdir ilohining uni cho'qim yana bir narsaga zor qildiganligini, To'xti qarining yosh hayotini tortib olib, uning farzandlariga yana qanday ko'rguliklarni tayyor qilib qo'yganligini asla bilmaydi. U pig'oni o'rlagan chog'larda ayni yillari o'q tegib o'lib ketgan Osmonning 2 bola bilan tul qolgan ayolni izlaydi. U do'rday kalpik, do'g'loq, ko'ksi to'liq kelgan juvon edi. U bolalarni beqish uchun Nematning rayiga beqib yurib, bora-bora uningga ko'nib qolgan edi. Mahaldagilar ularning ishini bilsa-mu, ayblab yurmaydi. Faqatla xilini tepibdi deb qo'yishatdi. Bu ay bu kunlarda jon qayg'usida qolgan kishilarning boshqalarning ustida so'z chechak qilishga hafsalasi yo'q edi. Hasan Axunning xotini Helimaxon o'ltirishib ketgan cho'nqur ko'zlari chakchib turadigan uzun, inchik bo'y, bug'doy o'nglik ayol edi. Hasan Axunning yo'q bo'lib ketishi namratliq uni gangirtib qo'ygandek turadi. Zeynep har qitim ularning mahalla chetidagi uyga borganda uning chochlari chuvib qoldi, xaromish o'tirg'ini, uy ishi bilanmi 3-4 yoshlardagi o'g'li Ahmadning ona qo'sqim ochdi deb yig'lab g'alva qilishlari bilanmi qilchi kori bo'lmaydiganligini ko'rib, ko'ngli g'ash bo'lib qoladi. Shunga har qitim borganda Ahmadga biror parcha non yoki biror kesim kova olg'ash boradi. Helimaxonni zo'rlab gapga silib, uy ishlarini qilib berib, uni xushal qilishga tirishadi. Ammo Helimaxonning ko'nglini mangu ermas muz, abadiy yo'rmas zulmat besib turgandek edi. U kulishni bilmaydi. Ko'zlarida tirik odamga xos nur chaqnamaydi. U nagidur qarab jonliq haykaldek mang'atdi. Ish qiladi, yana nagidur qarab o'ltiradi. Zeynep ba'zida o'zini unutib, shu ona bolaning taqdiridan andishaga tushib qoladi. Kuz oylarining bir kechasi qo'noqliq tarafdan miltiq ovoz anglandi. Kuz kirib qo'noqlar bosh tutgandan buyon xalq askarlari u miltiqi, kaltak, dumba ilib qo'noqliqni saqlayotdi. Shunda qattiq muobizatga qaramay, ochliqqa chidamay kishilar kechalari qo'noqliqqa kirib, ham qo'noqni ushtib, shu yerda g'araslatib yeb ketadi.
Ularning ko'pi tayoq zarbasidan chala o'lik bo'lib qoladi yoki o'q yeb put-qo'lidan ayriladi. Qechib ketilganlarmi uyga kelgandan keyin qo'rchiqi esilib tayyor bo'lib qoladi. Ashu kechisi miltiq ovozini anglagan kishilar "Hey, yana bir bechoraga uvol bo'ldi" deyishdi. Saharda namozga qopqanlar Helimaxonning uyidan kelayotgan yig'i ovozini angladi. Orqadan hamma odam ashu tarafga qarab oqdi. Helimaxonning o'ziga o'xshab ketadigan 5 bola bilan tul qolgan baxtsiz otasi bilan onasini o'yg'itolmagan kichik Ahmad yig'lab o'tiradi. Kishilar Helimaxonning qo'noqlikda beshiga o'q tegib o'lib qolganini anglab ich og'irtishdi. Voy isit, boshqa yerga tekkan bo'lsa o'lmasdi, qorong'uda ko'rmay atgan gap. Nemishqa qochgan bo'lg'aydi? Qochmay jim turgan bo'lsa, tutib olib urib qo'yib beradi, kesilib ketsimi kelar bo'lg'aydi. Unimi deymiz, bunimi deymiz, taqdir peshonasi shundoq. Rizqi shunchalik o'xshaydi. Balasiga o'g'il bo'pti, uni kim baqa? Helimaxon peshin bilan yerlikka qo'yildi. Helimaxonning o'g'li onasining tuproqini tatlab, onam bilan ketaman deb yig'lab, hamma odamning ichini siyrildiribdi. Uni tuproq beshidan Zaynab uyiga ilib ketdi. U bolalarimning qatorida beqilib ketar, hayot qolsak tang yasharmiz, o'lsak tang o'larmiz deb o'ylaydi. 1962-yili to'g'riqliqlar uchun mangu unutilg'usiz qismatlarga to'lgan bir yil bo'ldi. Yil beshida Daduida ichilgan ochliqdan mo'l usul elish qasamiyat yig'inida ochliqning mo'l beshi usulni 10 ming jinga yetkazish to'g'risidagi qasamnomaga hamma odam qo'l qo'ygan edi. Aql o'sha joyida har qanday bir dehqon buning amalga oshmaydiganligini bilmay qolmaydi. Ammo ular ne'matning sesiq gaplari va popozlardan qo'rqib zuvan surmagan. Hamma odam qo'l qo'yib boshqalar nima kun ko'rsa bizmi shuni ko'ramiz deb o'ylagan edi. Ne'mat bo'lsa, kompartiyalar bo'lsa, osmondagi oynimi uzib olaymiz, tosh ustida teriq undiralaymiz. Aksal inqilobchilar bilan o'ngchilar unimi bo'lmaydi, bunimi bo'lmaydi deydi. Biz ular bilan bir yo'lda, bir maqsad emas deb vaz etadi. Natija shu bo'ldiki, yil bo'yi tong sahardan xubtangacha tumshug'i bilan yer tirab o'lar tirilishiga boqmay, kommuna uchun ishlagan dehqon quruq somon bilan bir necha punliq qoldiruq yeriga tergan ochliqlarga dehqonlarning tili bo'yicha aytganda soqoldagi oshqa qarashliq bo'lib qoldi. Kanitdagi qiyri cho'rlarning ko'p qismi shu yili o'lib ketdi. Eg'ir oyoq ayollarning bolalari o'lik tug'ildi. Tug'ilganlarning ko'pi ay bo'lmay, hayot qolganlar har bir kunni ming bir jafoda o'tkazdi. Ochliqning naqadar qimmatlikligini issiq jonlar badliga texmi chunqur his qilgan dehqonlar 1963-yili allaqanchalik yerni bo'sh qo'ymay, ochliq, ko'ktat, kava, yog'liqdan teridi. Zarbidorlik bilan ko'chat tikdi. Qirg'inchilikdan keyin o'zini o'ngishib olgan to'g'raqliqlarmi qayta ko'klab bo'y tortishga boshlagan edi. Daduida ichildigan yig'inlarda sinipiy kurash ta'kidlanish bilan bir vaqtda dehqonlarning ko'ngliga yoqadigan gaplarmi paydo bo'lib qoldi. Vujudi to'g'raq qasriqidek qavjirgan, chiroyidan to'pi o'rlab turadigan dehqonlar sal-pal erkin nafas olishga boshladi.